Almera hamda MAGATE tomonidan grant asosida Shvetsariyada o'sha iyun oyida bo'lib o'tadigan ilmiy konferensiyaga taklif etilganligim. Kerak bo'lsa laboratoriyani olib chiqib kel, bizga laboratoriya kerak emas deyishgan. Boshida shunaqangi bahsli munozara bo'ldiki, ayol mutaxassislardan ko'ra erkak mutaxassislar ishlagani ma'qulroq degan bahsli munozaralar ham bo'ldi. Eng qiziqishim bo'lmagan, ximiyani umuman hech narsani bilmaganman. Umuman Toshkent shahar suv ta'minotida shunaqa yo'nalish borligini ham даже bilmaganman-da. Har xil bahsli munozaralar bo'lib qoladi. O'zbekiston bo'yicha bitta bizani o'sha Toshkent shahar suv ta'minotini laboratoriyasi tarafidan men o'sha nomzodim o'tdi. Oldin biz ishga kirgan paytimizda bugungi kundagi imkoniyat bo'lmaganda. İsmim Feruza, Toshkent shahrida tug'ilganman. Ish faoliyatimni 2004-yilda shu tashkilotda laboratoriya tizimida laborantlikdan boshlaganman. Ishga kirib kelishim ham o'zim adamlar ham shu sohada ishlaganlari uchun adam tufayli kirib kelganman. O'zi kelib yurardim, kelib yurib, qiziqib, men ham kirsam bo'ladimi desam, aynan men kirgan mahalda shu lavozim bo'sh ekan, shunga kirganman. Shu sabab bo'lganlar-da endi adamlar. Kirganimda sohani qanchalik qiziqligini kirganimda bildim. Men umuman boshqacha deb tasavvur qilganman. Sohaga qiziqmaganman. Sohaga qanaqa kirib kelishim o'zi sababi ham umuman boshqa kasb egasi bo'laman deb o'ylaganman. Lekin oyimlar xalat kiyasan, bizda jamiyatimizda shunaqa tushuncha bo'lardi. Biz paytda qiz bola обязательно yo doktor bo'lish kerak, yo o'qituvchi bo'lish kerak degan narsa bo'lardi. Oyimlar doktor bo'lasan, o'qitiraverganlar. Keyin oyimlarni anaqalari bilan Tashmini kollejiga o'qishga kirganman-da, o'qishni hali bitirmasimdan turib, bu yoqqa ishga kirganman. Eng qiziqishim bo'lmagan, ximiyani umuman hech narsani bilmaganman. Bilimim ham bo'lmagan, erkatoyroq bo'lganman. Erkak bo'lib endi shunaqa ketarkanman deb o'ylaganman shekil. Keyin kelganman. Kelsam, umuman boshqacha muhit. Bilimim unchalik bo'lmagan, tajribam bo'lmagan, laborant bo'lib keldim. Ishga kirdimda, hayotda anaqasi boshingizga top etib tushadi-yu, o'shaqa bo'lib qolgan. Kirib borganman, buni qilasan, tajribam yo'q, bilimim yo'q. Erkaklikni shunday yashtirish kerak. Ishni bilsangiz ishlaysiz, davom ettira olasiz, bo'lmasam kollektivda hurmatingiz ham bo'lmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. O'sha paytda laboratoriya boshlig'i yaxshi bir mutaxassisga biriktirib qo'yganman. Shu mutaxassis meni ishga o'rgatgan. Birinchi qilgan ishi o'sha maktabda erkalik qilib o'qimagan ximiyamni o'sha yerda o'rganganman. Shu ishda o'rganganman. O'sha Mendeleyev tablitsasini, nechta elementlar borligini, elementlar nimani bildirishini, biz aynan qaysi elementlar bilan ishlashimizni, qaysi element nimaga bog'liqligini hammasini shunda mana shu ishxonada shu mutaxassis orqali o'rganganman. Umuman Toshkent shahar suv ta'minotida shunaqa yo'nalish borligini ham даже bilmaganman-da. Laborant ekan dedi. Xalat kiydim, laborantman. Bir kuni tekshiruvga borishimiz kerak. Ishlab chiqaruvchi tashkilotga bordim. Borsam, xuddi doktor kirib kelgandek hamma turib kutib olgan. Ana o'shandan keyin o'zi bu yoqdan o'sha ximiyani o'rgandimmi, kollektiv orasiga kirib, keyin ozgina uyalish ham bo'ladi. Xodimlar orasida bilishingiz kerak bu narsalarni bilib, harakat qilib, keyin o'sha tekshiruvga borganimda hamma turib kutib olganini ko'rib, yana ham kasbimga nisbatan qanaqadir nima desa bo'ladi. Kasbimga nisbatan mehr, hurmat uyg'ongan. Keyin shu kasbimni davom ettirish maqsadida universitetga kirdim. Universitetga kirishim ham juda qiziq bo'lgan. 4 yil harakat qilib kira olmaganman, sababi o'sha
oilaliman, 2 ta farzandim bor. Ozgina shu o'zim ustimda balki erkalik qilib ishlay olmagandirman, o'qiy olmagandirman. Lekin uni ham 5-yili harakat qilib, shu tashkilotimiz tarafidan ajratilgan grant asosida o'qishga kirdim. Shu yerda o'zida 2-mutaxassislik bo'yicha o'qib chiqdim. Bir emas, 2 ta yo'nalishda o'qidim. Turli lavozimlarda ishladim. Ishni eng pastki zinapoyadan boshlagan bo'lsam, bugungi kunda hozirgi shu tashkilotimizning boshqarmasida ekologiya va sanitariya nazorati bo'limi boshlig'i lavozimida ish faoliyatini yurg'izib kelyapman. Ayol kishi, men o'zimning tushuncham, jamiyatda o'rnini topib ketishi birinchi o'chirda oilaviy muhit sabab bo'ladi. Turmush o'rtog'i qo'llab-quvvatlasa, qaynonasi qo'llab-quvvatlasa, shu ayol kishi, oilali ayol kishi jamiyatda yutuqqa erisha oladi, o'zini o'rnini topa oladi. Meni o'zimni o'sha bugungi o'sha anaqamdan, ish tajribamdan kelib chiqib ham ayta olaman. Shu oilamni qo'llab-quvvatlovi, turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlovi, qaynonamni qo'llab-quvvatlashida shu kungacha yetib keldim. Ishga kirishimga ota-onam sababchi bo'lgan bo'lsa, o'sishimga oilam, oilaviy muhitim sababchi bo'ldi. Bundan tashqari hozir 2 ta farzandim bo'lsa, ikkala farzandim ham meni shu ishlayotganimni ko'rib, sohamni ko'rib, baribir nonimiz ham, oshimiz ham shu soha bilan bog'liq bo'lganligi uchun uyda ham shu soha to'g'risida gaplashamiz. Har xil bahsli munozaralar bo'lib qoladi. Bolalar baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, shunga guvoh bo'lib qolishadi. Bolalar ham ko'rib, qiziqligini ko'rib, shu soha bo'yicha ular ham davom etyapti-da, shu sohaga qiziqishyapti. Har bir insonga imkoniyat berilishi kerak-da. U ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, farqi yo'q. Imkoniyat bersangiz, iqtidori bo'lsa, o'zi iqtidorini ko'rsatadi. Imkoniyat berilsa-da. Bizga mana hozir shu imkoniyat berilyapti, e'tibor qaratilayotgan e'tiborlar, imkoniyatlar samarasida mana shu ajratilayotgan grantlarni aytadigan bo'lsak, shu grantlar asosida oldin mutaxassislarimiz bizani ko'p mutaxassislarimiz oliy ma'lumotli bo'lmagan. To'g'ri, tajribali bo'lishgan, lekin oliy ma'lumoti bo'lmaganda, hozirgi o'sha tashkilotimiz tomonidan ajratilayotgan grantlar asosida ayol xodimlarimiz, aynan meni sohamdagi ayol xodimlar grant asosida oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirib, oliy ta'limni bitirishyapti. Undan tashqari Yevropa davlatlariga tajriba almashish bo'yicha u yoqda o'qib kelishyapti. Bu o'sha bizga berilayotgan imkoniyat ham e'tibor bilaman. Bizani sohamizda o'zimdan kelib chiqib ayta olaman, biz ayollar nafaqat jamiyatda oddiy ijtimoiy sohalarda, balki o'sha texnik sohalarda, innovatsion sohalarda ishlay olishimizni, u yerda ham bemalol ish faoliyatini olib bora olishimizni yana bir narsa bilan aytib o'tishim mumkin. Yaqinda biz tashkilotimizda yangi yo'nalish faoliyat ochildi. Bu o'sha radiologiya yo'nalishi. Ilgari bizning tashkilotimizda bunaqa yo'nalish bo'lmagan. U ham o'sha tashkilotimizning bizga berayotgan imkoniyati, e'tibori samarasi deb bilaman. Bu yo'nalish bo'yicha bir qator istiqbolli rejalar, loyihalarni rejalashtirganmiz. Ulardan keyingi birinchi qadam menga berilgan imkoniyatdan biri jahon tashkilotlari, Almera hamda MAGATE tomonidan grant asosida Shvetsariyada o'sha iyun oyida bo'lib o'tadigan ilmiy konferensiyaga taklif etilganligim. O'sha iyun oyida shu konferensiyada O'zbekiston nomidan ishtirok etaman. Bu bilan to'xtab qolmaymiz. Kelgusida laboratoriyam bilan birgalikda ishtirok etamiz. Men o'zimni nomzodimni berayotganimda o'sha boricha yengilligini, hali bizda unaqa tajribamiz yetarli emasligini bildirib berganman-da nomzodligimni. Ular shuni ham hisobga olib, rivojlantirish kerakligini, bizga qanchalik muhimligini inobatga olib turib, ular bizani chaqirishdi-da. O'sha chaqirganda shu O'zbekiston bo'yicha bitta bizani o'sha Toshkent shahar suv ta'minotini laboratoriyasi tarafidan men o'sha nomzodim o'tdi. Oldin biz ishga kirgan paytimizda bugungi kundagi imkoniyat bo'lmaganda, bugungi kundagi sharoit bo'lmagan. Oldingi sharoit bilan hozirgi sharoitni taqqoslaydigan bo'lsangiz, juda katta farqni ko'rasiz-da. Biz ilgari mana shu avtomatlashtirilgan tizimda ishlash, shunaqangi jahon standart talablariga javob beradigan priborlarda, uskunalarda ishlash biz uchun orzu bo'lganda, havas bo'lgan. Shunaqa ham priborlar bor ekan deb televizorlarda ko'rganimizda yoki o'sha internet orqali ko'rganimizda bizda ham bo'larmikin, biz ham ishlarmikinmiz shunaqa uskunalarda derdik-da.
Buni bugungi kunda o'sha Yevropa taraqqiyot banki loyiha doirasi asosida bir qator laboratoriya uskunalar kirib keldi. O'sha laboratoriya uskunalar hammasi avtomatlashtirilgan laboratoriya uskuna hisoblanadi. Boshida shunaqangi bahsli munozara bo'ldiki, ayol mutaxassislardan ko'ra erkak mutaxassislar ishlagani ma'qulroq degan bahsli munozaralar ham bo'ldi. Lekin biz o'sha o'zimizni ayol mutaxassislarimizni o'sha chet eldan kelgan priborlarni biladigan mutaxassislarni hamkorligida o'qitdik. O'qitganimizdan keyin ularda bilim, ko'nikmalar paydo bo'ldida, endi shu priborlarda bemalol ishlashyapti. Kerak bo'lsa, bizga boshqa tashkilotlardan chiqishadi. Bizani xodimlarimizni o'qitib bering, bizani xodimlarimiz ham sizlarda tajriba o'tsin deb boshqa tashkilotlardan chiqishadi. Undan tashqari oliygoh institut talabalari kelishadida, dual ta'lim deb bizda shartnoma qilib ketishadi. Biz shu uskunalarda ishlashimiz bo'yicha sizlarning mutaxassislaringlar dars bersin, bizga amaliyot o'tib beringlar deb iltimos qilib kelishadi. Bu ham bizning o'sha yutug'imiz deb o'ylayman. Xalqaro sertifikat nima uchun kerak? Xalqaro sertifikat bu o'sha butun dunyo standartlariga to'liq javob berishini anglatadi. O'zi maqsadimiz ham ishlab chiqarilayotgan mahsulotimiz dunyo standartlariga, o'sha xalqaro standartlariga to'liq javob bera oladigan mahsulotni ishlab chiqarish. Bu uchun shu sertifikatni olishimiz kerak-da, chunki bu sertifikat talablarida shu narsa ko'rsatilgan bo'ladi. Tajribamdan gapirib beradigan bo'lsam, men o'zi laborantlikka kirdim, keyin yillar davomida institutda o'qidim, o'qiganimdan keyin lavozimim oshdi, injener ximik bo'ldim. Injener ximik bo'lganimdan keyin yetakchi mutaxassis bo'ldim. Keyin shunaqa holat bo'ldiki, o'sha mutaxassislarni bizda shunaqa o'zi o'qitib, bizning tashkilotimiz o'zi o'qitgandan keyin o'zi o'sha boshliqlik lavozimiga tayyorlab boshlar ekanda. Taqdir taqozosi bilan men ichimlik suv ishlab chiqarish inshooti laboratoriyasiga boshliqlik lavozimiga bordim. Kirib borganimda ozgina xafa qiladigan holatim. Kirib borganimda men o'zimni talabimni qo'yganman-da. Bu inshoot anaqasi yoqmagan bu narsada, yoqmaganda kerak bo'lsa laboratoriyani olib chiqib kel, bizga laboratoriya kerak emas deyishgan. Lekin men u laboratoriyaga kirganimdan keyin u soha qanchalik muhimligini, aslida laboratoriya inshooti yuragiligini men o'sha yerda ishlab turib bilganman-da. Laboratoriyani javobiga qarab turib texnologiya ishlaydi. Agar laboratoriya ishlamasa, o'ta texnologiya ham ishlamaydi. Inshoot texnologiyasi 100% bir-biriga bog'liq. Bugungi kunda laboratoriya sohasi siyosat darajasiga chiqqan. Bu narsa hech qachon bo'lmagan. Bu birinchi marta-da siyosat darajasiga chiqqandan keyin o'sha mana shu Yevropa taraqqiyoti tarafidan qilinayotgan o'sha loyihalar, bularning hammasi o'sha prezidentimiz tarafidan qilingan siyosat deb o'ylayman-da. Shu siyosat darajasida bizning sohamiz rivojlandi. Nafaqat texnik tarafdan, xodimlarning malakasi oshish tarafidan ham biz ayollarga berilgan imkoniyat ham e'tibor tarafidan deb o'ylayman. Biz ayollarni erkaklarga nisbatan mas'uliyatimiz ko'proq, chunki biz ham oilada ayol sifatidamiz, ham ona sifatidamiz, ham oilani, ham onalikni olib borish, ham jamiyatda o'rnimizni topishimiz bir vaqtda o'zida hammasini baravar qilib olib borish juda og'ir-da. Lekin shunga qaramasdan ham oilani, ham jamiyatdagi o'rnimizni baravar olib ketyapmiz. Bizani shu darajaga yetib kelishimiz davlatimiz tomonidan bizga berilayotgan imkoniyati hamda e'tibori deb bilaman. Bu imkoniyat har bir ayolda bo'lishi mumkin, faqatgina o'z iqtidorini ko'rsata bera olsa bas.